Mana 2026-yilda so'nggi jahon chempionatida maydonga chiqadigan 5 ta futbol afsonasi. 5. Luka Modric. Xorvatiya maestrosi 2026-yilda 40 yoshini nishonlaydi. Bu uning so'nggi yirik xalqaro turniri bo'lishi ehtimoldan xoli emas. 4. Robert Lewandowski. Gollar mashinasi, Polsha qahramoni va 10 yildan ortiq Yevropadagi yulduz. U 37 yoshida so'nggi jahon chempionatiga keladi va o'z karyerasini kuchli o'yin bilan yakunlashni orzu qiladi. 3. Neymar. Uning jahon chempionatlari tarixi his-tuyg'ular va amalga oshmagan orzular bilan to'la. 2026-yilda 34 yoshida Braziliya ligosida oxirgi bobini yozadi va unga doim qochib kelgan orzusini ro'yobga chiqarishga harakat qiladi. 2. Kevin De Bruyne. Belgiya rejissyor yarim himoyachisi keyingi chempionatda 35 yoshga to'ladi. Ko'pincha jarohatlar bilan qiynalgan u bu chempionatda terma jamoasi bilan so'nggi o'yiniga tushadi. Birinchi o'rinni esa birdaniga 2 futbolchi egallaydi. Qani ularni topa olasanmi? Birinchi futbolchi hech qachon jahon chempionatida g'olib chiqmagan. Ikkinchisi esa 2002 yillikda uni qo'lga kiritgan. Kommentariyaga yozib qo'y.